Assalomu alaykum ağalar. Bugungi ikkinchi savdamiz Xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir rayonida bo'ldi. Yogo elektromototsikli har doimgidek 1 tonnalik 1800 miya motorlar bilan jihozlangan, 70 amperdan 6 ta akkumulyator qo'yilgan bo'ladi. Ağalar bu motosiklimizga joyida ma'lumotnomalarni berdik. Xudo xolasa bu ma'lumotnomani oladi, Gayga borib, Gay idorasiga boradi, dokumentini topshiradi, o'z nomeriga ega bo'ladi. Ağalar bu motosiklimiz onlayn savdo asosida bo'ldi. Motosiklimiz naqd pulda 15 million so'mga satdik ağalar. Bizni kuzatishda davom eting. Jayhun Motors jamoasi doim siz uchun xizmatda. Ağalar mana ko'rishimiz mumkin planshet tablolar, Cobalt pultlar qo'yilgan bo'ladi. Bundan tashqari magnitofonlari bor mana. Planshet tablo, ruchka ham shamoldan, yomg'irdan, quyoshdan to'suvchi krishalar qo'yilgan bo'ladi. Motosiklimiz 512 balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ağalar bizni kuzatishda davom eting. Xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Hozir mana tag qismlaridan ko'rsatamiz. Xudo xolasa bu motosiklimizning mana tag qismlari 4 ta amortizatorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Mana ikkinchi tarafi 4 ta, ikki tarafidan resorlar ham usilit qilingan bo'ladi. Akkumulyatorlar juda mustahkam, baquvvat. Akkumulyatorlarni alohida aytib o'tishimiz kerak. Akkumulyatorni 2 oy garantiya beramiz. Ağalar sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh taolam ishlaringizga baraka bersin. Xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz. Endi motosiklimimizni o'z manziliga yetkazib beramiz.